Assalomu alaykum biz YouTube'da kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugun yana bitta yangi pechkamiz tayyor bo'ldi. Bu pechkamiz YouTube kanalimizga kirsanglar oldin ham ko'p chiqarganmiz bu videosida. Xo'p, bu pechkamiz bunaqa formada o'zi ko'p chiqadi, lekin bunaqa topli polga moslangan variantlari kam holatda, kamdan kam ko'p odam zakaz bermaydi uni, chunki narxi qimmatlab ketib qoladi, yoki kimgadir ma'qul kelmaydi. Bu pechkamiz xuddi shu Vipskada ikkinchisi bo'lyapti. Birinchisi Qirg'izistonga novqotga tayyorlab berilgan edi. YouTube'ga kirsanglar, uni ham albatta videosi bor, qo'yilgan. Xo'p, pechkaga keladigan bo'lsak, pechkamiz absolyutniy turli materialda bo'lgan, aylana korobkasi, tepasi 850 ta bo'lgan, doim aytib o'tilgan. Xo'p, suv bok qilingan 15 litrlik topli polga moslangan, 15, 16, 17, 20 litrgacha moslab berilgan. Xo'p, rezbalar qo'yilgan. Bu topli polga ishlatilganda bu yerga nejvega suv idish qo'yiladi, shundan suv quyib turiladi. Bu tomonlarda mana tempga moslangan rezbalar qo'yilgan, o'zlarining xohishiga qarab moslab berilgan. Xo'p, pechkani obzorini tepa qismidan boshlaymiz. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 850 ta tayyorlangan. Mo'risi, mo'rining diametri 11,5 sm ga moslangan bo'ladi. 120 tunuka truba tushadi bunga. Xo'p, mana svarkalar, tashqi svarka. Xo'p, mana qudralariga keladigan bo'lsak, 850 absolyutni yangi materialda, mana materialning yangiligini ko'rib turasizlar. Xo'p, mana bu pechkamiz bitta o'zgartirish kiritildi bunga. Bu yerda yana bitta kichkina pildirog'i bo'lar edi. Mana buni biz pildiroq deb aytamiz. Bunaqa pildirog'ini ikkinchisini olib tashladik. Sabab undan foydalanish ko'p kuzatilmayapti, undan ko'p foydalanilmayapti. Shuni hisobiga uni olib bordik. Bitta buni o'zi yetkazib bera oladi bemalol. Xo'p, 700 graduslik termostroy kraska sepilingan bunga. Xo'p, duxovka qismi. Bu oldi taraf duxovkasi. Polkalar qo'yilgan, bemalol list qo'yib nimadir pishirish yoki isitish maqsadida foydalansa bo'lardi. Duxovkani o'ziga ham polkasiz foydalansa bo'lardi. Sabab oldi duxovkamizning tag qismi o'txonaning tag qismi bilan baravar qilingan. Bu degani baravardan salbatroq. Bu degani bundagi issiqlikni bunga bemalol yetkazib beradi degan. Duxovka pastda emas bunda. Bu mana aynak qo'yilgan. 650 gradusgacha isitadi bu aynagimiz. Xo'p, o'txonamizga keladigan bo'lsak, xo'p, o't yonishini balans qilib turish uchun teshiklar qo'yilgan. Mana ochilib yopilishiga bitta e'tibor beramiz. Yengil ochiladi mana. Yopilishi kelganda yana yengil yopilaveradi. Ushlaganda mashina ushlaydi. Pastga yana ozgina eziladigan bo'lsa, yana bu yana ham qatiydi eshik. O'zini chotki holatiga keladi. Xo'p, mana o'txona qismimiz. O'txonaga biz armatura yoki chugun material ishlatmaymiz. Nimaga? Hammani o'zining standarti bo'ladi. Bizning seximizning standarti shu. Biz faqat list ishlatamiz. Sababi o'tin, ko'mir yoqilganda o'tin ko'mirdan qolgan cho'g' list ustida turadi, kulxonaga tushib ketmaydi. Bu degani kulxonaga tushgandan keyin cho'g'ning sovishligi tezlashadi. O'txonada bunchalik emas. O'txonada issiqlikni ko'proq beraveradi. Shunda hoka yoqqanda ham cho'g'lar turaveradi bu yerda. Chugun rishotkalarda ili armaturalarda undan tushib ketib qolish ehtimoli bor. Xo'p, mana yonbosh qismi bu ham to'rlik bo'ladi. Mana o'txona eshigi ichkaridan ko'rinishi. Xo'p, svarkalariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Eshigini ochib ko'rsatib qo'yay. Xo'p, videomiz ozgina xiralik qilib qolyapti. Xo'p, bu mana eshik ramkasi, svarkasi ichidan quyilgan. Mana svarkasi. Yopilishi juda oson, bunaqa noqulay bo'lmaydi. Bu tag qismimiz kulxonasi. G'aladon holatda kulxona chiqadi. Kulxonaning uzunligi pechkani eni bilan baravar holatda qilingan. Xo'p, ichida bitta bunaqa listimiz chiqadi. Bu listimiz mana aynani razmeri bilan bir xil holatda bo'ladi. Bu list nimaga kerak degan savolga men javob berib o'tib ketaman. Bu aynani kimdir sinishidan xavfsiraydi. Xudo xolasa bu sinmaydi, bunga garantiya bor. Mabodo degan ehtimolni biz olib qo'yamiz yoki aynani ishlatmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, bolgaykalar ko'rinib turibdi mana. Bolgaykadan yechilatda oynani olib turib, shu listni o'zini qo'yib, yana qatirib qo'yiladi. Abishni eshikda qilib qoladi. Yoki mabodo endi nima deydi? Oyna sinib ketish holati kuzatiladigan bo'lsa, gradus ko'tarilib ketib qoladigan bo'lsa, yana boshqa sabablarga ko'ra oynaga suv tegib parchalanish holati bo'lsa, o'sha listni qo'yib qatirib ishlab ketilaveradi. Bu degani oyna sinsa pechkadan foydalanib bo'lmaydi degan narsani fikrni yo'q qiladi bu. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taman.
Mana oshxo'moshlar tashqarida, tashqariga ochiladi eshik. Oshxo'moshida svarkasini ko'rsatmoqchi edim men mana. Konkretniy svarka. Bu ushatilib qo'yilgan yoki nuqta svarka emas, bu quyilingan absolyutniy. Hop. Mana pechkamizni uzoqdan oldi ko'rinishi. Bu pechkaning razmerini aytib o'taman. Ko'p kuzatuvchilarimiz biladi o'z razmerlarini, ya'ni buni yangi obunachilar uchun, yangi ko'rayotganlar uchun razmerini aytib o'taman. 70 sm, tepa qismi 75 sm. Xo'p, oyoqdan tashqari 50 sm, oyoq bilan общий arkani, mana oyoq uchidan arkani balandligigacha solinadigan bo'lsa 80 sm bo'ladi. Xo'p, mana yonbosh qismi, mana ichki duxovkaning shakli bu, ichki duxovkaning qilingan svarkaning izi bu. Svarka ichkaridan qilinadi, tashqariga svarkaning izi chiqadi. Bu har qanday metallda chiqadi. Xo'p, mana pechkamiz orqa qismi, brend jahon pechkalari. Xo'p, mana bu arkamiz ham boltkaga qatirilingan. Mana bu arkani boltkaga tagidagi arkani svarkasi mana. Mana svarkalar. Xo'p, bu qovurg'alarga keladigan bo'lsak, bu 3 ta qovurg'a. Agar videoda sizlarga to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, agar qovurg'ani bu ichki qismi kattaroq, bu ichki qismi kichikroq qilingan. Sabab nimaga? Mana bunaqa to'g'ri holatda emas, bunaqa perikoz holatda bo'lgan. Sabab ichkarida yonayotgan o'tdan issiqlikni bu yoqqa qaytarib beradi bunday. Ichkarida yonayotgan issiqlikni quruq listni o'zi tashqariga chiqarmaydi. Bu qovurg'adan chiqishi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Sabab bu qovurg'a ichkariga bo'rtib chiqqan hisobiga o't buni urilib o'tadi. Urilib o'tgan hisobiga issiqlik chiqishi nisbatan tezlashtiriladi. Keyin pechkaga vid berib turadi bu narsa. Pechkaning qo'shimcha funksiyasi desa ham bo'laveradi buni. Xo'p, orqa duxovkasi bu. Mana duxovkaning ichlariga ham kraska sepilingan. Duxovkaning ichlari metal holatda qolmaydi, xudo xolasa. Xo'p. Videomiz ozgina xiralik qilib qolyapti. Xo'p, mana. Xo'p, palasalar qo'yilgan, list qo'yib foydalansa bo'laveradi. Mana bu duxovkamiz ozgina pastroq. Bemalol nimadir isitishga boshqasiga foydalansa bo'ladi. Asli bu tomon o'zi asli orqa tomon yotoqxona yoki mehmonxonaga to'g'ri keladi bu pechkamizni. Shuni hisobiga orqa duxovkadan ko'p odam nimadir isitish yoki pishirishda foydalanilmaydi. Bu orqa duxovka asosan issiq chiqarib berishga xizmat qiladi. Orqa duxovkamizning eshigi ham oynaklik bo'lgan. Eshik yopilishiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bu hozir mana ochiq holatda, mana moshniy holatga keladi. Eshik ramkalari avalniy qilib lazerli apparatda kesilingan. Chotki holatda chiqadi. Xo'p, tempni joyi podach obratkalar qo'yilgan. Buni topli polga montaj qilingandan keyin обязательно buni yana ikkita yoki bitta qo'shimcha batareyka qo'yish kerak. Sabab svet o'chgan paytda samotok bo'lishligi uchun. Xo'p, bu arka qismimizga devor tushadi. Mana yarimish holatda g'ishtda rebro qilib uriladi, devor tushadi. Orqa tomon mehmonxona yoki yotoqxonaga to'g'ri keladi. Oldi tomon o'txonaga to'g'ri keladi. O'txona deyman. Oshxona, choy o'tiriladigan xonaga to'g'ri kelinadi. Agar xonalar bir-biriga kotej forma qilib ulangan bo'lsa, bu pechkamiz 4 ta xonagacha isitadi, xudo xolasa. Bu ko'p kuzatilgan, videolarda ham bor qo'yib ketilgan. Ancha bo'ldi. Kanalimizga kirib yaxshi qidirsanglar chiqadi videolarda. 2 ta, 3 ta, 4 ta xonagacha isitilgan videolari bor. Xo'p, pechkamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, narxini aytib o'taman. Narxi topli polga moslanmagan holatida 2 million 800 ming so'm chiqadi. Topli polga moslangan holatida 3 million 200 ming so'm chiqadi. Pechkaning o'zini tan narxi bu. Bundan boshqa hech qanaqa qo'shimchasi yo'q. Agar dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavka qilib beriladi O'zbekiston bo'ylab. Faqat pulli holatda, dastavka besplatniy emas. Pulli holatda bo'ladi. Shu Andijon viloyatida biz adresimiz Andijon viloyati Do'stlik tomonida, Xo'jobod tumanining Do'stlik tamojniy tomonida. Bu yerdan biz pochta qilib chiqarib yuboramiz. Pochtasini o'zingizlar berib olib qolasizlar. Pochtasining narxini aniq sizlarga chiqarib bera olmaymiz videoda.
Buni o'zingizlar aloqaga chiqasizlar, ekranda nomerga telefon qilasizlar, aloqaga chiqqanlarda buni o'zimiz biz xabarini bilib, bizdan ko'proq yuk mashinalar, yengil mashinalar boradi. Bu pechkani yengil mashinalar olib keta olmaydi. Sabab nimaga desangiz, gruz hisobiga og'irligi ancha baland buni, gabariti kattaroq buni. Misol bu yerda mana ikkita xonaga quriladigan pechkalarimiz bor. Bu pechkalarimiz gabariti kichikroq bo'lgani hisobiga yengil mashinalar olib ketadi. Buni lekin yengil mashina olib keta olmaydi. Shuni yuk mashinalardan berib yuborishimiz mumkin. Kelishilinadi bu yoqqa yana. Xo'p, o'tin, ko'mir, gazga yonadi. Обязательно gazga moslangan. Bu gazni mana bu joyida gaz teshigini yopib turadigan mana bu quloqligi bo'ladi. Biz endi quloqlik deymiz. Endi uni hamma har xil tushunadi. Mana bu yerda bolga ekan o'rni bor. Bolga ekanda bu qatiriladi. Hali qatirilmagan ekan. Egasi olib ketishga kelyapti buni. Shuning uchun video qilib olib olay degan maqsadda ozgina shoshilib qoldik. Xo'p, pechkada qanaqadir muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Kraskalar qilingan, absolyutni pechka upakovka holatda bunga o'xshab berib yuboriladi. Buni polni qurib bo'lgandan keyin, uстановка bo'lgandan keyin ustsa bo'laveradi klinkalarni. Buni yana xuddi shu pechkamizni bundan oldin Qirg'izistonga chiqarib yuborganimizni obzorini qo'yib qo'yaman men. Moslangan variantlarni uстановка bo'lgan, sistemalar terilgan holatlarni qo'yib qo'yaman. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar.